Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuquhu min haythu la yahtasib" oyatda kim Allohdan taqvo qilsa, o'zi o'ylamagan joydan rizq beradi, haromga yugurmaydi ya'ni. Ba'zida savol beriladi-da, domla falon harom, masalan bitta savol berdi, ayoqda yog'ini siypasam bo'ladimi shifokan? Mana qilsam bo'ladimi? Va bir paytlar eshadi ustini ham so'rashgan-da. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda hadis bor. Alloh taolo haromdan shifo qilmadi. Haromdan shifo qilmadi. Shuni aqida qilib tushib olsak bo'ldi. Ozgina ichib olsangiz yaxshi bo'lib qolasiz deydiganlar bo'lardi oldin. Yaxshi bo'lmaydi odam. Alloh va'da berdi, haromdan shifo yo'q. Shuni tushib olsak bo'ldi. Endi oyatga e'tibor beringlar. Kim Allohdan qo'rqsa, rizqini Alloh beraman deyapti. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja davomida va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Banda o'ylamagan joyda rizq berar ekan. Nima uchun desa, masalan, palonchi voyni qo'lida ishlaysiz, rizqimni shu beradi deb o'ylab qolmasin banda. Palonchi voy emas, rizqimizni Alloh beradi. Oddiy misol, Zakariya alayhisalom Maryam onamizni o'zini kafilligiga oladi. Uyiga kelsa, mehrobda ovqat turar ekan har kuni. Kullama dakhala alayha Zakariya al-mihroba wajada indaha rizqa. Qala anna laki hada? Va Maryam ovqat qandan keldi sizga? Uyda o'tirganda ovqat kelavergan osmondan tushavergan. Allohdan keldi dedi. Hatto payg'ambarning iymoni ko'tarilib ketdi, Robbim Maryamga ovqat beryapsan, menga farzand bering dedi. Hunalika da'a Zakariya robba. Qala robbi hab li min ladunka zurriyatan tayyiba. Ya'ni farzand yo'q bo'lgan Zakariya alayhisalomda iymon shunchalik bo'ldiki, ey Robbim bunga berding, menga ham bergin dedi. Farishtalar keldi-da, Alloh taolo o'zi nom berdi farzandiga, Yahyo tug'iladi sendan dedi. Ey Robbim yana hayron bo'ldim. Men qarigan odam bo'lsam, ayolim tug'maydigan bo'lsa, Alloh aytdimi bo'ladi dedi. Agarda xohlasang dedi 3 kun gapira olmaysan sen dedi, ishora bilan gapirasan, zikrni ko'p qil dedi. Ya'ni olingan foyda rizqni xotirjam bo'lalikka beradi Alloh taolo.